Mana mashg'ulotda mana bu yerda mehrobjonimiz. Bundan oldin ko'rsatilgan videoda ichki korpuslari bor edi. Hozir uni ham videoga qo'shib qo'yamiz inshaalloh. Mana ko'rinishidan ichkarida dushovoy yo'q deb turadi. Bu joyi mana женский tomoni. Bu joylar mana polkasi, beshilkasi. Mana bu joyda dushovoy. Bext ko'rinmaydi. Tepalardan ham ochib foydalansa bo'laveradi. Uzoq kiyiladigan kiyimlar taxlab bo'lsa sondadi o'rniga. Joydan unumli foydalanilgan. Baho berib bersizlar.